Assalomu alaykum aziz obunachilar. Ro'za ayyomlaringiz kirib kelgan ro'za ayyomlariga muborak bo'lsin Ramazon oyi. Biz anchadan beri mana video qo'ymay turgandik. Nasib bo'lsa bugun udar video taxlashga harakat qildik. Mana svetli bramalarimiz nasib bo'lsa bular tuxumga kelib qoldi. Hozir 5 ta makon bu yerda, 2 ta xo'rozimiz. Nasib bo'lsa tuxumga kelib qoldi bular. Tuxumga kiradi yaqinda, nasib tuxumga kirsa tuxumlardan qilib beramiz inshaalloh. Tuxumga kirsa ham bitta alohida video qilamiz. Mana kattaligini ko'rib qo'yinglar. Hozir kamida 3 kilodan keladi hammasi. Yeyishlari zo'r. Podpiska, like tashlab qo'yasizlar. Bundan keyin yaxshi videolar chiqarishga harakat qilamiz. Kamchilikga biz oldindan uzr so'raymiz. Mana svetli bramalarimiz. Jonivorlar. Kimga kerak bo'lsa tuxumidan justan zakaz olamiz nasib bo'lsa aprel oyidan so'ng. Hozir tuxumga kelgan ujbda. Kirsa ham alohida bir video qilib o'tamiz. Mart. Bular yasibsa 1 yoshar bo'ldi, yoshini to'ldilar. 16-martda chiqqan. Mana zo'rnashlar keyin katagimizda nasib bo'lsa dakallarimiz. Mana kulmak yonimiz. Mana bedanapar, turk. Mana xo'rozimiz nasib bo'lsa. Xo'rozimiz 4 kilo hozirgida. Mayski jo'jamiz. Bular ham tuxumga kelib qoldi zo'rnashlar. Nasib bo'lsa tuxumga kirsa yana bir video qilib qo'yamiz. Xo'rozimiz 4 kilo, zot koreys nasib bo'lsa mayski jo'ja. Ota girrakash, onasi tanachi. Makiyonlarimiz girrakash, toza girrakash. Bularni ham yeyishlari zakoni. Nasib bo'lsa kommentariy silkasida Telegram kanalimiz bu. Kommentariyada Telegram silkamiz bu, kirib o'tirasiz, xo'rozimiz ham bekorchisi bor. Tashlaveradi hammasi. Mana zo'rnashlar, nasib bo'lsa bizda yangilik. Jo'jachalarimiz olib kelib oldik nasib bo'lsa. Bular ham toza girrakash nasib bo'lsa. Hozir 1 oylik bo'lib qolishdi ular. 3 dona bor. Ota-onalarning rasmini shu ekranda qo'yib yuboramiz. Bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Kamchiliklar bo'lsa uzr so'rab qolamiz. Nasib bo'lsa keyingi videolarda ko'rishguncha.